Uya baraka topkurlar. Hatto mana bundan bir necha yil oldin Xorazmda yetimxonadagi yosh qizlarni zo'rlab kelganlarni amaldorlarni qamamasdan jazo berdilar, ochiqqa chiqarib yubordilar. Uzoq vaqt davomida Hozirgi kunda ayrim jinoyatlar aks etgan videolarni kommentariyalarida o'lim jazosi qaytarilsin degan izohlar ko'paymoqda. Xabaringiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan 2008-yilda bekor qilingan. Mamlakatimizda unga qadar o'lim jazosi faqatgina eng og'ir jinoyatlar uchun belgilangan. Qasddan odam o'ldirish, terrorchilik harakatlari, davlatga xiyonat yoki davlat manfaatiga qarshi og'ir jinoyatlar uchun qo'llanilgan. Lekin qonunga ko'ra o'lim jazosi ayollarga, jinoyat sodir etgan ammo 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga qo'llanmagan. Bugun respublikamizda eng og'ir jazo umrbod qamoq jazosi. Ammo savol ochiq qolmoqda. Ayrim jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi yetarlimi yoki o'lim jazosi qaytarilishi kerakmi? Xo'sh, sizning yurtimizda o'lim jazosi qaytarilsa qaysi jinoyatlar uchun berilishi kerak?